Kechagi zuludan keyin umuman qulog'im og'rimadi. Orada bir sanchqi berib turdi, lekin og'rimadi. Birinchi marta tinch holatda faqat insti mumkin edi menga. Insti ichib uxlayotgandim. Insti ham ichmadim. Shunaqa mazza qilib uxladim. Va o'zi zuluni mo'jiza ekanligini bilar edim. 100% bilar edim, 1000% bo'lib ketdi ishonchlarim, ishoninglar. Qulog'imda yiring ham yo'q, og'riq ham yo'q. Bugun yana bitta doktorimga borib kelaman, ko'rsatib o'zi qilyaptilar-da. Voy, shunaqa mazza qildim. Foydasini bilganimdan bugun yana bitta olyapman-da. O'sha orqama-orqa olyapman. Qizlar, yiringli holatlar bo'lsa, tomoq og'rig'imi, quloq og'rig'imi, milkdagi muammolarmi, ishoninglar, 100 ga 100lik muolajasini tavsiya qilaman. Realni o'zimdagi jonli o'tib beryapman. Allohimma barik. Haqiqatan ham zuluk mo'jiza. Alloh